Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich, mana bizlar Jizzax viloyati Arnasoy tumaniga qarashli bo'lgan Zolotoy mostga kelganmiz. Siz yaratayotgan, turizmga yaratayotgan jamiyatga qarshi chiqqan holda qo'lida hech qanday pechati yo'q, qarori yo'q. Qarorda pechati yo'q. Mana bu yerdan bitta xonadan bizlarni oilam bilan kelganman. Hurmatli prezident, mana bu xodim chiqarib yubordi. Sababi bundan bir 2-3 kun oldin mollarni qulog'ini kesib tashlab Zolotoy mostga kirgizayotgan holatini hamda fuqarolardan 50 ming so'mdan pul yig'ib olayotgan jarayonini men ijtimoiy tarmoqqa chiqarganim uchun menga Olim aka degan shaxs boshlig'i hozir bu odamga komanda berdi, chiqarib yubor deb. Nima uchun chiqarib yuborishimiz kerak? Nima uchun biz O'zbekiston territoriyasida 200 ming so'mdan pul to'lab bu yerda o'tirishimiz kerak? Bularga qonun chora ko'radigan odam bormi, yo'qmi? Nahot o'zimizda O'zbekistonda mustaqil davlatda mana shunaqa suv havzalariga kelib bizlar pul to'lab dam olsak, mana bola chaqam bilan hammamiz kelganmiz. Mana shu xotin chiqarib yubordi. Kimdan so'radim? Kimdan so'radim? So'raydi. Sizni uyingizga borib shunday kelib. Sizni uyingizmi bu? Yo'q, sizni uyingizmi bu? Nega? Men qaraymanmi shu yerga? Yo'q, aka baqirmang, men fuqaroman, baqirmang. Men ham fuqaroman. Baqirmang. Bo'lmasa, oldin so'rash kerakmi? Kimdan so'rayman men? So'ramasdan turib kelib o'tirib ketaverish kerakmi? Nima Yo'q, kimdan 200 ming bersam qo'yasizmi ichkariga? Yo'q, so'rash kerakmi, birog'iz? 200 ming bersam qo'yasizmi? Nima odam kelsa, birog'iz so'raydi. Aka, bu yerda o'tirib ovqatlanib olsam bo'ladimi? Nima uchun? Yo'q, bu nima uchun qurilgan bu? Boshqa qilib olsam bo'ladimi? Yo'q, bu nima uchun qurilgan aka? Nima uchun qurilgan bu? Odamlar uchun qurilgan. Biz odam emasmi? So'rash kerakmi aka? Har bitta kelgan odam sizdan so'raydimi? So'raydi. Nima uchun? Hammasi so'raydi. Sabab qissangizdan qurib qo'ygansizmi yo davlat Men tozaligiga qarayman aka. Tozalayman men bu yerda. Tozalikni ko'rsataymi? Kecha qanday edi toza? Bugun mana shular kelib tozaladi shu narsani. Kecha qanday edi? Tozalab chiqaman. Xo'p. Tozalab chiqaman. Aka, kim o'tirsa tozalab ketadi o'zi. Narsalarni olib bu yerga to'kmaymiz. Narsalar xaltaga solinib olib chiqib ketiladi u yoqqa. Maylimi? Olib chiqib ketiladi. Yo 200 ming bersam qo'yasizmi shu yerga? Men 200 ming ber. Qo'ymayman. Nimaga? 1 so'm bersam ham qo'ymayman. Nimaga? Sabab kecha video uchunmi? Ha, nima uchun bo'lmasa? Mana ovqat pishirayotgan joyimizdan chiqarib yuboryapti. O'zbekistonda bir adolat bormi yo mana shunaqa zo'ravonlarning qo'liga qolib ketganmizmi bizlar? Adolat yo'q. Yo'qmi? Mana inspeksiya xodimini o'zi aytib o'tiribdi. Adolat yo'q O'zbekistonda deb, hurmatli prezident. Hamma beso'roq kelib. ana chiqarib yuboryapti. Nima qilishimiz kerak? Yashaylikmi O'zbekistonda yo lashmishimizda ko'chib ketaylikmi Rossiyami? O'zbekiston fuqaroligini tashlab. Nima qilaylik? Bormi bularga qonuniy chora? Siz qo'llayotgan jamiyat, siz qo'llayotgan konstitutsiya, qani prezident? Qayerda bu yerda siz qo'llayotgan konstitutsiya, qonun qani?